Bo'ldi. Assalomu alaykum. Davlat xalq banki tadbirkorlari. Sizlar hozirgi kunda bizda o'zimizdan mavjud onlayn mikrokartalar bo'yicha ma'lumot bersak, bu onlayn mikrokartalar kartaning shartlari quyidagilardan iborat. Mahsulotimizdan onlayn mikrokart bank o'zidan beriladi. Misol qanday daromadiga ega bo'ladi? Jismoniy shaxs xalq bankining ish haqi loyihasi ishtirokchisi bo'lgan tashkilotlar xodimlari ish haqi loyihasida bo'lmagan budjet tashkilotlari. Bu deganimizki, budjet tashkilotida ishlovchi xodimlar doimiy daromadga ega bo'lganlar yoki bizning xalq banki ish haqi loyihasida ishtirok etuvchi mijozlarimiz bo'lishi kerak. Maqsadi nechta bo'ladi? Maqsadi shaxsiy ehtiyojlarni qondirish uchun. Maqsadsiz ya'ni miqdori 100 million so'mgacha ajratamiz. Bunda muddatini yig'iladi, muddati bo'ladi. Necha yillar, necha foizlar. Muddati ish haqi loyihasi bo'ladi. Ish haqi loyihasi bu bizlarimiz mijoz bo'ladi. Bizdan ish haqini bank plastikda ajratilgan bo'lishi kerak. Shuna tushundim. Bunda muddati 1 yil oladigan bo'lsanizlar 25 foiz. 2 yil oladigan bo'lsak 26, 3 yil oladigan bo'lsak 28 foiz. 4 yil oladigan bo'lsak 30 foiz. 100 million so'mgacha ish haqidan kelib chiqqan xodimlardan kimcha so'm oylik olsa o'zi avtomat ko'rsatadi. 1 yil falan chiqadi, 2 yil falan chiqadi. Keyin budjet tashkilotlarida ishlovchilar 1 yil 27, 2 yil 28, 3 yil 30, 4 yil 32 foiz. To'lov grafik annuitet bir xil to'lovda ajratiladi. Terminal sug'urta polisi bo'ladi. Shu kredit olishning o'zida sug'urta summasi chiqib keladi. Sug'urta summasi to'lanadi. Ana shundan keyin sirasi ajratiladi. Sug'urta to'lovi qilinadi. Taqdim etilgan hujjatlarsiz qabul qilish tartibi onlayn tarzda bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Telefonda o'zimizni xazina ilovamiz orqali onlayn zaifkalarlar hech qanday hujjatlarsiz bankka kelib o'tirmasdan hujjatlar talab qilinmaydi, hech narsa qo'l qo'yilmaydi. Shu xazina ilovamiz orqali o'zingizni ish haqi plastik kartalarga tushirib beradi. Bizda bu bo'yicha hozirgi kunda mavjud. Kimda kim qiziqtiruvchi, tushunmagan savollar bo'lsa 1106 yoki bankimiz o'ziga murojaat qilishdan mumkin. Hammaga rahmat.